Broyler tez o'ssin deb oldiga yemni ko'paytirib qo'yish katta xato. Broylerning o'sishi yem miqdoriga emas, uning sifati va oziq moddalar muvozanatiga bog'liq. Jo'janing yoshiga qarab energiya, oqsil, aminokislotalar, minerallar va boshqa oziq moddalar ehtiyoji o'zgaradi. Agar ratsion muvozanatsiz bo'lsa, tovuq ko'p yem yegan taqdirda ham kutilgan natijani bermasligi mumkin. Bundan tashqari, issiq stress paytida broyler yem iste'molini kamaytiradi. Shu sababli suvning yetarliligi, shamollatish va xona haroratini boshqarish ham o'sish natijasining bir qismidir. Yaxshi broyler yetishtirish formulasi oddiy. Yaxshi genetika, yoshga mos muvozanatli yem, toza suv, to'g'ri mikroiqlim va yaxshi bioxavfsizlik. Faqat yemni ko'paytirish bilan broylerni professional darajada yetishtirib bo'lmaydi.